Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 13-qism. Kichik tema Vud hukmi bilan Vadud hukmining munosabati. Vud hukmidan kelgan Vadud bo'lsa Allohning ismlarining biri. Bek yaxshi ko'rgan ma'nosini bildirgan Vadud degan ism ba'zi oyatlarda tilga ilingan. Rabbinglardan mag'firat tilab qilinglar, andin uningga tavba qilinglar. Mening Rabbim haqiqatan marhamatlik va suyumlik. Vud surasi 90-oyat. Agar biz Ulug' Allohning sevgi muhabbat ismi tilga ilingan bu oyatni tahlil qilsak, muhim prinsiplarni yakunlab chiqara olamiz. Oyatda bandaning mag'firat tilash va tavba qilishdagi asl harakatlarining faqat rahim shafqat va muhabbat dunyosida ondan mumkin bo'lganligi ko'rsatib berilgan. Shoyib payg'ambar kishilarga rahim shafqat va sevgi bilan muomala qilgan bo'lib, ularning xatoliqidan yuz o'rish uchun bu ismlarda panohlanishni talab qilgan. Albatta, rahim shafqat va muhabbat ismlarining bir yerga jam bo'lishi, shundaqla rahim shafqatning oldiga tizilishi kishining diqqatini tortadi. Chunki rahim shafqat ko'rsatishning muhabbatga bog'liq ekanligini ko'rsatib beradigan bu oyat rahim shafqat ko'rsatmaganlarning o'z sevgisini isbotlay olmaydiganligini ta'kidlaydi. Suydigan odam rahimdil bo'ldi. Shunga muhabbatning moyitida rahimdillik tuyg'usi mavjud. Shu sababdan kishi o'zi yaxshi ko'rgan odamidan ayrilganda ko'ngli yerim bo'ldi. Rahim shafqat tuyg'usidan mahrum bo'lg'uchi kishilarni afu qila olmaydi. Yaxshi ko'rmaydigan kishilar shundoq bo'ldi. Rahim shafqat va muhabbat gunohkor kishilar panohlangan bino. Buruj surasining 14-oyatida Allohning suydigan degan ma'noni bildirgan Vadud ismi kechirgichi ismi bilan birga ishlatilgan. Oyat tuvandikicha. U Allah naydi mag'firat qilguvchi va sevguchidir. Allohning axloqi bilan axloqlanishini xohlaydiganlar uning Vadud ismidan ish harakatlariga ilhom olishi kerak. Kishilarni yaxshi ko'radigan va xatoligini afu qildiganlar ma'lum ma'nodan aytganda Allohning axloqi bilan axloqlangan bo'ldi. Hammaga qodir Alloh bandalariga ilm, ko'rish va iroda sifatlarining bir qismini bergandek, o'z sevgisidimi bergan. Amaliyotda biz bu tuyg'u haqida ta'lim tarbiya berib, uni kishilar orasida o'nglashtirish orqali kishilarni Allohga yaqinlashtiramiz. Hammaga qodir Alloh Al-Imron surasining 31-oyatida kishilarning bir-birini suyishni payg'ambarga agishishni shart qiladi. Payg'ambar yaxshilik, go'zallik, durust, to'g'rilik va haqiqatga vakillik qiladi. Bularni amillashtirgan kishi payg'ambarga agashgan bo'ldi. Natijada bu amal Allohning ularni yaxshi ko'rishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar shaxslarning ideyasini mujassam qilib, o'rtaq ijtimoiy ideya yaratadi. Shuning bilan bir vaqtda u uruq holatidagi muhabbatni birlashtirib, Vud deb atalgan o'rtaq muhabbat barpo qilish orqali ijtimoiy birlikni barpo qilishga tirishadi. Bu xil tirishchilikni ko'rsatgan payg'ambarga agishish bo'lsa, uning bilan o'xshash maqsadda tirishayotganligining ifodasi bo'ladi. Sevgi muhabbat tuyg'usi Allohning kishilarga ato qilgan omonati bo'lib, bu omonatni loyiqida ishiltish, umumlashtirish va davomlashtirish orqali muhabbat madaniyatini yaratish bu omonatni amalga oshirganlik bo'ldi. Kichik tema xilla. Xilla haqida. Qur'onda ya'ni samimiy va chin qalb bo'lgan xilla deb ataladigan muhabbat hukm bor. Bu tang bahriman bo'lg'il bo'lmaydigan va sherikligi yo'q muhabbatning bir turi. U ittifoqlikni ya'ni vahdi birlikni ifodalaydigan muhabbat bo'lib, u faqat bu dunyoda mavjud, ammo oxiratda mavjud bo'lmagan qurilmaga ega. Shuni bilish kerakki, xilla degan muhabbat do'stlik ma'nosini bildirdi. Do'st hukmi yordam berish, chora tepish va qutqizishni ifodalaydigan muhabbatni ko'rsatdi. Hammaga qodir Alloh bu xil muhabbatning qayerda bo'lganligini tushuntirib mundaq degan: Ey mo'minlar, so'z-sitiq, do'stlik va shafaat bo'lmaydigan kun yetib kelishdan burun biz sizlarga bergan rizq, mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kofirlar, kufrni nekmat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir. Oyatda kishilarning so'z-sitiq, do'stlik va shafaat qilish qatorliq 3 muhim faoliyatni faqat bir-biriga yordam qilish, qo'llash va jazodan qutulish uchun qildiganligi o'tirib qo'yilgan.
muhabbat orqali barliq kelgan do'stlikning bu dunyoda kuchga ega ekanligini, ammo u dunyoda uning o'rni yo'qligini bayon qilgan bu oyat har bir kishining haqiqiy do'stining amaliyotda uning o'zining imoni va yaxshi ish faoliyatlari ekanligini ko'rsatib berdi. Buning dalili bo'lsa, oyatning beshida tilga ilingan infoq, yaxshi yo'llarga pul mol sarf qilish harakatidir. Kambag'allarni yo'lash oxiratda muhabbat deb ataladigan do'stlikqa aylandi. Kambag'allarga yor yo'lakda bo'lish kishini Allohning do'stligiga erishtirdi. Allah rozig'ini ko'zlab nomratlarga yordam qilgan kishi Allohning roziligiga erishidi, ya'ni uning do'stligini qo'lga keltirdi. Inson Allohni do'st tutganga o'xshash, Allohmi inson do'st tutdi. Yaxshi ishlarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan va botil dillardan yuz o'rib, Ibrohimning Hanif diniga agashgan odamdan yaxshi yana kim bor? Allah Ibrohimni do'st, ya'ni Halil tutdi. Nisa surasi 125-oyat. Qilgan ishini mukammal qiladigan, o'zini Allohga topshirgan va Allohning diniga agashgan odamni do'st tutadiganligini ulug' Alloh Hazrati Ibrohimni misol keltirib bayon qilgan. Bu oyat bizga mundaq deydi: Allohning yaxshi ko'rishiga erishish va uning do'stiga aylanish uchun Allohga arziydigan shaklda ish amal qilish kerak. Hamma ishni xuddi Allohga ko'rsatilgandek tuyg'u bilan qilish, dinga sherik keltirmaslik va o'zini Allohga yuzlantirishdek isil harakatlar ilohiy muhabbat va do'stlik ilib keladi. İnsan xilla deb ataladigan bu mangulik do'stlikni ifodalaydigan sevgi muhabbatga to'g'ri ega bo'lmaydi. Balki uni keyin qo'lga keltirdi. Chunki bu muhabbat yaxshi ishlardan tarkib topgan tabiatga ega bo'lib, amallarning do'stligi bu dunyoda va u dunyoda inson asqatidi. Kishi vujudga chiqargan insoniyatga foydali ishlar Alloh bilan banda va banda bilan banda o'rtasida muhabbat rishtasi paydo qildi. Qur'on buni xulla yoki xilla deb ataydi. Xilla deb atalgan do'stlik yana aqida va ideyadan tang bahirlanish ma'nosini bildiradigan bo'lib, bahirlanish nachar yoki yaxshi tabiatlik bo'lishi mumkin. Bu ma'nodan aytganda Alloh taolo aqida va ideyani o'rtoqlashishdan kelib chiqadigan mazkur do'stlikni mundaq ishorat qildi. Mushriklar seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, boshqa narsani bizning nomimizdan sana o'ydirib chiqarg'izishga tas qildi. Shunda qilgan bo'lsang eding, albatta ular seni chin do'st, ya'ni halil qilib oladi. Isro surasi 73-oyat. İnkar qilishda birlikka kelish va inkar qilish psixikasini o'rtoqlashish orqali vujudga keladigan yolg'on do'stlik haqida to'xtalgan bu oyat aqida firqalarining yolg'on muhabbat nomida bir-biriga qanday ta'sir ko'rsatishga uringanligini tushuntirib berdi. Kichik tema aloqa. Qur'onda sevgi muhabbat ifodalaydigan yana bir so'z aloqa bo'lib, u bir odamga yoki shayga ko'ngil bo'lish, ko'nglini uttirib qo'yish va chin qalbidan suyish ma'nosini bildiradi. U sevgining qalbdagi shohlanish holatini ifodalaydi. Uningdan boshqa u yana Allohga ibodat qilishning birinchi bosqichi deb ataladi. Bu so'zni aliqa deb o'qiganda ayolning homildor bo'lib qilishi va ishini bilishi degan ma'noni bildirdi. Shundaqla bu so'z yana sperma bilan tuxumning uchrashishini, ularning birikishini va bir-biridan yagona vujud ekanligini ifodalaydi. Bu nuqtadan olganda u ayrim ikki tanda yashaydigan, ammo yakka ruhga aylanishni kabolatga ega qiladigan kuchli muhabbatni ko'rsatadi. O'xshamagan ikki odamning ruhini bir gavdaga aylantiradigan bu muhabbat insondan barliq kelgan sperma va tuxumning roli bilan boshlanadigan bo'lib, u bu ismni shu iqtidordan oladi. Alloh insonni alaqdan yaratdi. Alaq surasi 2-oyat. Ana qursig'idagi bu to'ralmaning moddiy qurilma jihatda eng kichik holatdan eng cho'ng holatga, eng razil holatdan eng sharafli darajaga ko'tarilishi alaq hukmi bilan ifodalandi. Muhabbatning yumron kichik holatdan boshlanib, eng yuqori pallaga yetadigan qurilmasi bo'lg'ashqa, u bu ism bilan atalgan. Boshqacha aytganda, alaq hukmi o'zgarish, taraqqiyot va sifatni o'z ichiga oladi. Agar biz sperma tuxum bilan uchrashishdan tortib, toki qovul cho'ng badanga aylang'ucha boshdan o'tkazgan o'zgarish va sifatlarni birlikda o'ylashganimizda, uning ruhiy jihatda shakllanishimi insonlarning ichki dunyosidagi o'xshash o'zgarish va sifatni boshdan kechirdi. Moddiy va ma'naviy o'zgarish ham taraqqiyotni ifodalaydigan bu uqum, muhabbat tuyg'usining ham tarbiyalanishga mos keladiganligini, ham tarbiyalaguvchi qurilmasining borlig'ini ko'rsatadi. Agar biz aloqani muallaq deb o'qisak,
esilib qilish ma'nosini bildirdi. Bu kalima Nisa surasining 129-oyatida ikki ayolning biriga ko'ngil bo'lmaslik ma'nosini bildirdi. Parvosizlikni, ko'ngil bo'lmaslikni ifodalaydigan bu uqum aksicha ko'ngil rishtasini va sevgi muhabbat bilan bog'lanishni ko'rsatadi. U kishining ko'ngli masjidga bog'langan. Buxoriy azon 36. Rasululloh bu uqumni masjidda namoz o'qishni yaxshi ko'radigan odamni tasvirlaganda qo'llangan. Mo'minning ruhi diniga bog'langan bo'ldi. Tirmiziy Janoiz 76. Hadisda bog'langan so'zi aloqadan kelgan. Bu yerdagi muhabbat herisini bildirdi. Kishilarga yaxshilik, go'zallik va haqiqat elib keladigan qimmat qarashlarga bo'lgan muhabbat rishtasini ko'rsatdi. Muallaq deb ataladigan muhabbat rishtasi ba'zida kishilarning haqiqatni ko'rishiga to'sqinlik bo'lgan rishta bo'lib qoladi. Bu ehtimol xato ideologiya uchun jinini pido qilgudek darajada kishilarni o'ziga asir qiladigan noto'g'ri muhabbat rishtasi bo'lishi mumkin. Muallaq uqumi zanjir bilan bir yerga kelganda zanjirlanganligini ifodalaydi. Buxoriy ta'bir 35. Ba'zida bu muhabbat kishilarga hayotni to'g'ri ko'rsatmaydigan, ularning o'y-fikrlarini o'ziga asir qiladigan, aqlini ishlatkizmaydigan va g'idiqlashga qarshi turadigan muhabbatga aylanishi mumkin. Xato narsaga bo'lgan sadoqatmanlikni ifodalaydigan muallaq otliq bu muhabbat kishilarni mahbus qiladi. His tuyg'u tarbiyasida aloqa deb ataladigan bu muhabbat rishtani tarbiyalash to'liq muhim. Muhabbat tuyg'usining insonni asir qilib taraqqiy qilishini, tafakkur qilishini va yangilikqa ochiq bo'lishini to'sishning oldini olish uchun uni ulug'vor g'oya, yuksak qimmat qarash va insoniyat tutashgan muhabbat rishtasiga aylantirish kerak. Bu xil muhabbatni insoniyatning yuqori ko'tarilishiga turtki bo'lgan hissiyot sifatida ishlatishning yo'llarini tepib chiqish ma'arifning eng muhim vazifasi bo'lishi kerak. Yoshlarga qaysi fikr, falsafa va ideologiyaga moyil bo'lishi kerakligini o'rgatishimiz lozim. Navbatda yoshlarimiz qaror kelmaydigan va insoniyatga qimmat qo'shmaydigan falsafa uchun isrof bo'layotdi. Biz odatdagi ishlar uchun kurash qilayotgan yoshlarimizni ulug'vor g'oya, e'tiqodga yetaklash orqali ilohiy manbalik universal qimmat qarashga, muhabbat bilan sodiq bo'lishiga yordam berishimiz kerak. Aziz radio anglovchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushagichi bo'ldi. Keyin qitimliq o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Gullarning bergida shabnamning livida kulkan. Bu dunyo sevgiga tashna. Muhabbet can verdi gülge. Muhabbet can verdi gülge. Tebessüm eylesin dünya. Muhabbet bahtının nuri. Tebessüm eylesin dünya. Muhabbet bahtının nuri. Muhabbet bir ezine, bir ezin derya.
hayatning